Salom hammaga. Sizlar bilan Elbek Xalq. Bu videoda biz top gaming notebooklardan biri MC Alpha 17 haqida gaplashib o'tamiz va uni obzor qilamiz. Qani bo'lmasam, ketdi. Xo'p, mana do'stlar, notebookimizni ko'rinishi. Endi buni ochib birma-bir obzor qilib chiqamiz. Ichida nimalar bor ekan. Xo'p, unda boshladik. Notebookimiz juda og'ir. Taxminan 5 kiloga chiqadi. Eng kerakli narsa biz uchun notebook. Gaming notebook desak to'g'ri bo'ladi. Nominal notebooklardan biri. Qani ichida yana nimalar bor ekan? Zararchik. Notebooklar ma'lumotlar va sichqonchasi. Qo'shimchaga chiqadi. Xo'p. Va do'konning shaxsan o'zi 1 yillik garantiya bergan. Marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Buni buyurtma berishni oxirida sizlarga telefon raqami hamda narxi bilan tanishtirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringizlar. Qani bo'lmasam, endi biz xo'p do'stlar, mana endi notebookimizni intasini o'tamiz. Bir marta o'zim ochib ko'rdim boshida, hali boshqa ochilmagan. Mana notebookimizning ko'rinishi. Juda ham ideal holatda. Mana. Ikkita ventilator bor, sovutish tizimi. O'zi egalari aytdi do'konni. Gaming notebooklarda ikkitadan, ish uchun mo'ljallangan notebooklarda esa bittadan sovutish tizimi bo'ladi ekan. Xo'p, endi biz do'stlar, Windows ustanovka qildim. Endi eng muhim joyi notebook qancha sekundda yonadi, shuni bitta ko'rib chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ana 10 sekundda yondi. Xo'p. Windows notebookimiz Windows 11. Xo'p, men ustanovka qilganimdan so'ng o'zimga moslab to'g'rilab oldim hamma tomonni. Endi sizlarga охлажденияларni birma-bir ko'rsatib o'taman. Xo'p do'stlar, notebookimiz AMOLED Ryzen 9 7945HX protsessori qo'yilgan. Bunda eng muhimi biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Oxirdagi H dan keyin W, ya'ni X. Bu qo'shimcha kuchlilikni beradi. Xo'p, video kartasi 16 GB, asosiy xotirasi 1 TB hisoblanadi. Va yana eng muhim joylardan biri notebookimizda RTX 4070 laptop bo'ladi. Yana bitta eng muhim tarafi notebookimiz 250 Hz dan boshlab undan yuqorisigacha ko'tara oladi bemalol. Xo'p do'stlar, notebook haqida qisqacha ma'lumotlarni aytib o'tdim. To'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib oling. U yerda men aynan shu notebook haqidagi ma'lumotlarni joylab qo'yganman. Xo'p, endi eng muhim narsa bu notebookimizning narxi. Bu notebookimizning narxi 15 million turadi. Hozir ekraningizga chiqqan raqamlarga telefon qilib, Toshkentda Malika bozordan o'zingiz buyurtma qilib yoki oldiga borib o'zingiz Windows ustanovka qilib hammasini kelishib narxni tushirib olsangiz bo'ladi. YouTube'dan ko'rdim desangiz sizga yanada chegirma qilib berishadi. Do'stlar, videomiz shu joyda yakunlandi. Endi bu videoga 200 ta like yig'sangiz, bu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Unda men bu notebookni PUBG, DLS, Counter, Deadshot va boshqa barcha o'yinlarda sinab ko'rganman. Shu videomni chiqaraman. 200 tagina like, sizlardan obuna va like, bizdan kontent. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha xayr.